Oyi, homilador bo'lib qoldim, endi nima qilaman deb yig'lab o'tirgan ekan qiz onasiga. Eshik jiringlabdi. Qiz onasi eshikni ochsa, bitta qimmat Ferrari mashinada uzun bo'yli chiroyli yigit tushib kelib, "Qizinglar mendan homilador. Sharoitimdan kelib chiqib qizinglarga uylana olmayman. Lekin qizinglar agar qiz farzand tug'sa, shotiga 1 million tashab, bitta uy olib beraman" debdi. Agar qizinglar o'g'il farzand dunyoga keltirsa, bitta villa, 10 million dollar shotiga pul, bitta fabrikani unga beraman debdi. Agar qizinglar bolani tushirib qo'ysa, deb turgan joyda qiz otasi, "To'xta o'g'lim. Agar bola tushib qolsa, yana bir marta sinab ko'rasizlar" debdi. Like bossy.